Tarixni o'qigan odam o'sha davr odam juda aqlli bo'lgan deb o'ylaydi-da. Lekin aslida bunaqa emas. Mana misol uchun Kristofer Kolumb Amerikaga borib olib, men Hindistonga keldim deb Yevropani aldagan. Qani isbotinsa, ana indislar bilan selfie qilib olib, Telegramdan tashlab yuborgan. Mana indislar, haqiqiy hindlar deb. Yevropa ham soddada shuni o'rgandi gapiga. Yoki bo'lmasa Napoleon Bonaparte Yevropaning katta qismini bosib olgan. Rossiyaga borib o'tkazib qo'ygan. Nimaga Rossiyaga borib o'tkazing desa, Rossiyada ham qish bo'lar ekan degan. Ob-havoda buni menga aytishmagan edi deganda, shu ham bahona men. Yoki bo'lmasa, ana Xorazmshoh hukmdori bo'lgan Alovuddin Muhammad Chingizxon bostirib kelgan paytda yutqazib qo'ygan. Chingizxon bosib olgan biz yurtlarni. Alovuddin so'rashgan. Ey Alovuddin, sen qudratli hukmdor eding, nimaga yutqazib qo'yding Chingizxonga? Bahonani qarang. Chingizxon bilan biz Instagramda druziy edik. Chingizxon bir yurtingga borib oshib kelaman deb meni aldab katta qo'shin bilan kelibdi. Men tayyor emas edim jangga deganda, albatta bu hazil. Tarix fanini o'rganish kerak. Tarixni o'rganmaguncha albatta kelajakni o'rganmaysiz. Hazillarimiz davom etadi.